Majburiy matematikada tushadigan savollarda yana bittasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, otasi 40 yoshda, o'g'li esa 16 yoshda. Necha yildan keyin deyapti, otasi o'g'lidan 2 marta katta bo'ladi deyapti. Bunaqa masalani yechmoqchi bo'lsak, xo'p, 40 barobar 16 deymiz. Ya'ni bu tegma so'z aslida. Necha yildan keyin deyapti. Demak, x nechadir yil o'tish kerak va bu yoqda ham xuddi shunaqa nechadir yil o'tish kerak. Endi otasining yoshi deyapti, bolasining yoshidan 2 marta katta bo'lish uchun bolasining yoshini 2 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Endi 40 plus x barobar qavs ochib chiqadigan bo'lsak 32 plus 2x. Xo'p, 32 ni bu yoqqa olib o'tadigan bo'lsak, tushundingizmi mana bu? Xo'p, 40 minus 32 barobar 2x minus x. 40 dan 32 ni ayirsak 8, 2x dan x ayirsak x, javob nima ekan? 8 ekan. 8 yildan keyin. 8 yildan keyin 48 yoshda bo'lar ekan otasi. 8 ni qo'shadigan bo'lsak, 16 ga 8 24. Demak, bolasi 24 yoshda bo'ladi. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib, bitta like bosib qo'yamiz.